1944-yil sentyabr tongi otdi. Meni cheksiz quvonch bilan baxt uyg'otdi. Ko'k jiltimga alifbey va bir burda non, birinchi bor qadam qo'ydim maktab tomon. O'yinlardan ancha erta to'ygan edim, kitoblarga barvaqt havas qo'ygan edim. Yod bilardim alifbeyning harflarini, o'qir edim inform byuro xabarini. Juman pochta dadamdan xat keltirgan kun katta bayram bo'lar edi mening uchun. O'qir edim 100 hijjalab, 100 tutilib, takrorlardim yirtilguncha xat titilib. Yayrar edim ma'nosini o'qarkanman, dadam xatin o'qib savol chiqarganman. Bu kun yana xat olganmiz. Ajoyib xat. Gospitaldan chiqqan emish, sog' salomat. Boshidagi jarohati bitgan emish, hatto o'rni bilinmasdan ketgan emish. Berlin tomon tushar endi yo'lim debdi, xat so'ngida yaxshi o'qi o'g'lim debdi. Shu kun tunda 3 chiziqli daftarimga oro berib katta harflarimga, xira chiroq yorug'ida ko'z ishqalab, dadamga xat yozmoq uchun surdim qalam. Dadajon, men sizni juda sog'indim. Sog'indim ikkala ko'zim bilan teng. Kelib qolarmishsiz erta yo indin. Ayam shunday dedi. Rostmi shu ayting? Dada, bu kun sizni tushimda ko'rdim. Oq otda keldingiz, so'radingiz suv. Men buni ayamga gapirib berdim. Dadang keladi deb aytdi. Rostmi shu? Rustamning akasi urushdan qaytdi. Qo'ltiqda oyog'i bor, bir oyog'i yo'q. Rustam aytib berdi, ataka payti tizzasidan olib ketgan emish. O'q xolaka qaytgandi uyiga to'satdan. O'g'li dadajon deb chopib kelibdi. Ota quchay desa qo'li yo'q ekan, tik turgan joyida yig'layveribdi. Darsga kelmay qoldi tunov kun Tal'at. Muallim urushsa turaverdi jim. Dadasidan kelgan emish qora xat. Hammamiz yig'ladik, hatto muallim. Dadajon sizga o'q tegmasin hecham. Men uchun ham tezroq qayting salomat. Buvim aytgan, agar men tilak qilsam, tilagim bo'larmish doim ijobat. Rost aytsam, sizni juda sog'indim ikkala ko'zim bilan teng. Kutaman dadajon. Albatta keling. Tengdoshim, asrdosh birodar, kel bir on jim o'yga cho'maylik. Bu yerda yotibdi fidolar, kel uni gullarga ko'maylik. Bu yerda baxt bo'lsin, nur bo'lsin, bo'lmasin qora tun zulmati. Bu yerda yuraklar hur bo'lsin, qaytmasin u kunlar dahshati.